Assalomu alaykum do'stlar. Bu yer bilganingizdek Duplo bozor. Adirning tepasiga chiqqan edimki, biroz chatga video qilib va 67-kun arjmanni shu yerda bajaraman deb bajardim. Ham 2-3 marotabalar videoga oldim. Ammo nima sababdan bo'lsam o'zim bilmadim. Balkim shu video saqlanib bo'larmikin yo'qmi? Video saqlanib bo'lmadi to'g'risi. 2 bor arjmanni urdim, bir marta 67 marta. Urdim, saqlanib bo'lmagan ekan. Ikkinchi boriga premo efir qilib video saqlanib bo'lmagani uchun 2-3 martalab videoga qana proverka qilib ko'rdim. Saqlanib bo'lmadi. Majbur bo'ldimki efir qilib shu arjmanni davom ettirishga. Efir davomida ham telefon chunki ushlab turishga odam yo'q edi. Stoyka bilan turgan edi. Stoyka ham ikkala bir nima sababdan bo'ldi bilmadim. Unchalik shamol ham bo'lgani yo'q. Havo yaxshi. Majbur bo'ldimki to'xtatishga iloji yo'q. Qayerdadir imkonim bo'lsa, albatta arjman urib, xudo xohlasa, taqdir qilgan bo'lsa agar qo'yamiz kanalga, YouTube va Instagramga ham balkim qo'ysak kerak. Shu video agar saqlanib bo'lsa, albatta qo'yib yuboraman. Mana shunday manzara, o'zingiz bilganingizdek, bu taraf Xo'jand va Dushanbedan keladigan asosiy yo'l, bu yer Duplo bozor va bu tomonga shahar Panjikinga qarab ketadi. Mana shunday manzara do'stlar.